bilan keladi. Bugungi videomizni hardcore olamida 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa videoni boshladik va aytgancha, bu meni birinchi videoyim. Qani ketdik. Birinchi ishimiz daraxt chopish bo'ladi. Menimcha Minecraftda hamma shu ishni qiladi. Xo'sh, avval daraxt chopib olamiz. Daraxt chopganimizdan keyin o'zimizga narsalar yasab olishimiz kerak bo'ladi. Avvalo versak, keyin kirka, bolta. Va yana daraxt chopib, keyin tosh asfalt olishim kerak bo'ladi. Mana g'or ham topdik, endi bu yoqdan tosh olamiz. Endi o'zimga tosh asli yasamoqchiman. O'zimga kerak narsalar oldim. Endi qishloq va temir har xil narsalar topishim kerak bo'ladi. Yo'lga otlanamiz. Qani surdik. To'g'risini aytsam, bu yo'lda men kompyuterim o'tvordi, nega desa shederim og'irlik qildimi bilmadim, shederni boshqasiga o'zgartirdim. O'tvordi va videom o'chib ketibdi. Qayta oldim. Shu videoni qayta yoqib yana qo'shib yuborishga to'g'ri keldi. Qani videoni davom ettiramiz. Bu yoqda aylanib boyagi joyimga kelib qolganimni bilmay qolibman. Qarasam yerda kirkalarim yotgan ekan. Yana qayta tashib olishga to'g'ri keldi. Va o'zimga ovqat kerak bo'lib qoldi. 3 taga cho'chqalardan o'zimga ovqat qilib qani go. Va qarasam mayda kema turibdi ekan va uni lut qilishga ketdim. Oh yeah. Xaritani olganimdan keyin u yoqqa o'tdim, bu yoqqa o'tdim, lekin boshqa hech qanaqa sandiq yo'q ekan va shu xarita bo'yicha sandiqni topishga kirishdim, ya'ni xazinani. Qani go.
Mana xazina berilgan joyni topdim va o'zimga lapatga olib shu yerdan xazinani qidirishga tushib ketdim. Qani yana bir marta go. Xaritaga ozgincha qarab, kovlashga tushib ketdim. Uzoq izlanishdan keyin va men buni oxiri topa olmadim. Va bu yoqda aylandim, nima qilish bilmadim. Faqat aylandim. Chunki men hech narsa kelmagan edi. Qarasam qornim ochib qopti. O'zimga pech yasab, o'sha oltita go'shtlarimni pishirishga kirishdim. Hammasi tayyor, invertarimga bir qarab qo'yib, bu yoqdan surib yubordim. Suzib ketayotganimda men tipda portal topib oldim va buni ham loot qilishga kirishib ketdim. Qani go. Ichida esa mayda temir va oltin kirka qilich bor ekan. Ularni ham olib, bu yoqdan ham sekingina surib yubordim. Ikkinchi kunimga o'tay deyotganda men shakar qamish topib oldim. Ularni chopib, ketganimda men tipda split oldi. Bunga qarshi kurash juda ham qiyin kechdi. Jangimizni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Qani go. Va bu jangda albatta kim g'olib bo'ldi? Bu men. Oh yeah. Shu chekkanni o'ldirgandan keyin boshim oqqan tomonga borishga qaror qildim. Qani yana bir marta go. Aylanib o'rgilib yurayotganda men tipda it topib oldim. Uni o'zimga nima deydi? O'zimga kuchukcha. Korоче, o'zimga o'shanaqa qilib oldim. Qani go. Va mana bu yerda kichkinagina qishloqchani topishga muvaffaq bo'ldim. Bu Muhammadda o'lishga sal qoldi edi.
qishloqdan esa o'zimga loot qilishga kirishib ketdim. Qani go. Mayndagi fakelni olib, akani o'zimni temirim uchun qurbonlik qilishga qaror qildim. Qanchalik shafqatsiz mana. Bu akani ham joni juda ham qattiqlik qildi. Oxiri o'ldilar. Ancha vaqt aylangandan keyin uyga kirib uxlab olishga qaror qildim. Va bu meni 3-kunim bo'ladi. Let's go. Bu qishloqni tark etishga qaror qildim. Menga juda ko'p yordam bergani yo'q va bu yoqdan ketib bordim. Go. Juda uzun sayohatdan keyin velosiped kutib oldi. Bu yoqda kim qolib bo'ladi? Qolganini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Tabii yo'da rasmlar o'zim ko'rsataman, samayda kirib kelib qoldi. Va men o'lib qoldim.